Agarda keyingi videongizning muvaffaqiyati atiga bir nechta so'zga bog'liq bo'lsa, siz albatta to'g'ri so'zlarni tanlashni xohlaysiz. Ammo ko'plab YouTube blogerlari o'zlarini yomon sarlavhalar bilan qiynab qo'yishyapti. Ular video ustida kunlab davomida ishlashadi, soatlab mukammal preview tayyorlashadi, lekin sarlavhani oxirgi o'ringa qo'yishadi. Aslida esa sarlavha siz o'ylaganingizdan ancha muhimroq. Hatto bitta kichik sarlavha o'zgarishi ham videoni portlatib yuborishi mumkin. Shuning uchun ushbu videoda men YouTube sarlavhalarida eng ko'p uchraydigan 5 ta xatoni va ularni qanday qilib tuzatish kerakligini tushuntirib beraman. Do'stlar, Telegram kanalimda kecha yangi konkursga start berdim. Konkursda siz YouTube kanalingiz uchun narxi 300 ming so'm turadigan premium banner avatarkani yutib olishingiz mumkin. Banner avatarkalar soni 5 ta va sharti juda ham oddiy. Konkursga qatnashish uchun shunchaki 2 ta Telegram kanalimga obuna bo'lishingiz kerak. Bo'ldi. Boshqa shart yo'q. Shuning uchun hoziroq video ostidagi manzil orqali Telegram kanalimga o'ting va konkursda qatnashing. Banner avatarkani o'zim sizga tayyorlab beraman. Birinchi xato tomoshabinlarga bosish uchun sabab bermaslik. Agarda odamlar sizning videolaringizga bosishmayotgan bo'lsa, siz yetarlicha qiziqish uyg'ota olmayotganligingizni bu bildiradi. Masalan, Eshmat Filippin ovqatlarini sinab ko'rayotgan videosini olaylik. Ko'pchilik bu videoga men Filippin ovqatlarini sinab ko'rdim deb sarlavha qo'yadi. Biroq Eshmat bunday yozmadi. Uning sarlavhasi: men bu yerda ovqatlanish uchun 16 soat uchdim. Qaysi biri qiziqroq? Albatta ikkinchi sarlavha. Chunki bu bizni savollar berishga majbur qiladi. Misol uchun, nega u shunchalik uzoqqa uchdi? Bu joyda qanday taomlar bor? Yoki u narsa bunga arziydimi? Odamlar miyasiga ochiq qoldirilgan fikrlar yoqmaydi. Shuning uchun ular javob topish uchun videoga bosishadi. Shu uchun kuchli qiziqish uyg'otadigan sarlavhalardan foydalaning. Ikkinchi xato avval yaxshi prosmotr olgan usullardan foydalanmaslik. Yangi g'oyalarni o'ylab topish shart emas. Hattoki eng mashhur YouTube blogerlari ham hozirgacha yaxshi natija bergan sarlavhalardan foydalanishadi. Misol uchun Dilmurod Nig'matullayev kanalini olaylik. Ushbu kanalning birinchi videosi 20 ming so'mlik oshdan 200 ming so'mlik oshgacha degan nomda bo'lgan va u video milliondan oshiq prosmotr olgan. Shundan so'ng esa kanal egasi 50% dan ortiq videolarni xuddi shunday nomlar bilan atagan. Xo'sh, buni qanday qilish mumkin? Birinchi qadam, YouTube'da o'zingizga yoqadigan kanallarni ko'rib chiqing. Ikkinchi qadam, ulardagi o'rtacha ko'rishlardan ancha yuqori ko'rsatkichga ega bo'lgan videolarni toping. Uchinchi qadam, ushbu videolarning sarlavhalarini tahlil qilib, ularning asosiy mavzusini tushuning. Misol uchun, Maqsad nomli YouTube kanal ushbu sarlavhani ishlatgan. 30 kun 4:00 da uyg'ondim va ushbu video 1 million prosmotr olgan. Endi siz ham shu formatdan foydalanishingiz mumkin. Masalan, 1 oy davomida har kuni sport bilan shug'ullandim yoki 30 kun davomida kuniga 10 ming qadam yurdim yoki bo'lmasam 30 kun shakar iste'mol qilmadim va hokazo. Ushbu usul o'zimni sinovimdan o'tgan va aniq ishlaydi. Uchinchi xato, sarlavhada zerikarli so'zlardan foydalanish. Ba'zan bitta so'z butun sarlavhani qiziqarli yoki zerikarli bo'lishini hal qiladi. Masalan, quyidagi ikkita sarlavhani solishtiring. Birinchisi, YouTube videolarini qanday suratga olish mumkin? Ikkinchisi esa YouTube videolarini professional YouTuber kabi qanday suratga olish mumkin? Ikkinchi sarlavha ancha qiziqroq, to'g'rimi? Chunki professional kabi degan so'z videoga qo'shimcha baho beradi. To'rtinchi xato, juda uzun sarlavhadan foydalanish. Tomoshabinlar sarlavhani o'qib o'tirmaydi. Ular uni tezda ko'zlari orqali skanerlashadi. Agar sarlavha juda uzun bo'lsa, u zerikarli ko'rinadi va boshqa videolar ichida ko'zga tashlanmaydi. Ideal holatda sarlavha 55 ta belgidan oshmasligi kerak. Agarda u uzunroq bo'lsa, muhim so'zlarni oldinga olib chiqing. Masalan, quyidagi ikkita sarlavhani taqqoslang. Birinchisi, YouTube'da tezroq rivojlanish uchun siz bilishingiz kerak bo'lgan barcha sirlar. Ikkinchisi, YouTube'da rivojlanish siri. Tezroq o'sish uchun buni albatta bajaring. Ikkinchi variant qisqaroq va ta'sirliroq. Chunki YouTube uzun sarlavhaning oxirini 3 ta nuqta bilan kesib tashlashi mumkin. Shuning uchun eng muhim so'zlarni oldinga qo'ying. 5-xato, yomon natija ko'rsatgan sarlavhani o'zgartirmaslik. Ba'zan sarlavha yaxshi prosmotr olib kelmaydi va bu normal holat. Biroq bunday holatda sarlavhani almashtirish kerak.
Katta YouTube blogerlari buni doimo qilishadi. Agarda video chiqarilgandan keyin 24 soat ichida CTR, ya'ni bosish darajasi va ko'rishlar soni kam bo'lsa, sarlavhani o'zgartirish kerak. Lekin bir narsani ham unutmang. Har bir kanalning o'zining ko'tarilish vaqti bor. Ba'zi videolar 2 kunda ko'tarilib ketadi, ba'zilari esa 8-10 kun ichida. Maslahatim, YouTube Studioga kiring. Odatdagi prosmotrlarni tekshiring va tendensiyani kuzating. Agarda video sekin ketayotgan bo'lsa, sarlavhani almashtirishni o'ylab ko'ring. Agar siz ushbu xatolarni qilayotgan bo'lsangiz, bu yomon emas. Bu shunchaki o'zingizni yaxshilash uchun imkoniyat. Agarda siz o'rganishni davom ettirsangiz va har bir videoda sarlavhalaringizni yaxshilab borsangiz, natijalar ham oshib boradi. Shunday ekan, keyingi videongiz sarlavhasini aql va strategiya bilan tanlang. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agarda video foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada savollaringizni yozib qoldiring. Va bizning Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lishni unutmang. Chunki Telegram kanalimizda blogerlarga kerakli bo'ladigan foydali maslahatlar va har xil postlarni joylab bormoqdamiz. Manzili video ustida. Xullas, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.